Payg'ambar alayhissalomning sifatlaridan bittasi halim edilar. Halimlik nima degani? Jazolashga sabab bo'lib turgan g'azab keladi. Hozir shu odamni jazolashlikka sabab bor. O'sha sabab o'sha jazolovchini g'azabini ham keltirib turibdi. Ana o'sha vaqtda o'zini bossa, halim bo'ladi. Rasululloh alayhisolamda shu sifat bor. Qancha Uzod alayhissalom g'azabiga chiqardilar. Juda ham qattiq g'azab ishlar bo'ladi, lekin payg'ambar alayhissalom jazolashga qodir bo'lsalarda jazo bermasdilar. Halimlik shu. Va innaka la ala xuluqin azimdan murod nima desa, buyuk xulq buyuk zotda bo'ladi. Bu bashariyatga ta'lim o'laroq aytilyapti, lekin bu narsani qilish juda qiyin. O'xsam bir kishiga g'azab qilib turibsiz, jahlingiz chiqib turibdi, qo'lingizdan kelib turibdi jazolash. Shunaqangi bir fursatda uni jazolashga aslida shariat ham ruxsat beradi. Siz o'sha jazoga haqli bo'lib turgan vaqtingizda ham o'sha narsani jazolamaslik bu juda katta buyuk matonatdir. Rasulullohda shu narsa bor. Ya'ni halimlik bor edi.